1160-yil. Bobilning janubida joylashgan Faddan Orom shahri. Ey buyuk ishtar, ma'budlar onasi, ey mehribon ma'buda, ey odamlarni dunyoga keltiruvchi zot, bu go'dakka shifo ato et va onasini yuziga tabassum bag'ishla. Bu go'dakni onasi bir ahd qilgan. U sen uchun dargohingda bebaho qurbonliklar qilishga qasam ichgan. Men buyuk ma'buda sanalmish Ishtardan farzanding yashashini so'radim. U meni ohimni qabul qildi. Endi boraver. Kelajakda farzandingni Ishtarga ergashuvchilardan etib tarbiya qil. Buyuk Ishtarga sharaflar bo'lsin. Mehribon Ishtarga hamd sanolar bo'lsin. Minnatdorman. Farzandim tirik qolishi amri mahol edi. Uni hayotga qaytardingiz. O'zingga shukr. O'zingga shukr. O'zingga shukr. Farzandimni qaytarib berganingga shukrlar bo'lsin. O'zingga shukr. Farzandimiz ham uning bolasidek saqlanib qolarmikin? Ishtar qudratli va mehribon ma'buddir. U farzandimizni ham davolaydi. Haqsiz. Yuring, boraylikchi. Sizlarga nima bo'lyapti? Sizlarni farishtalar inson deb qadrlab tilga olsalar-u, sizlar boshqa narsalarga ibodat qilmoqdasizlar. Bu olam insonlar uchun berilgan bo'lsa, sizlar esa bir jonsiz toshga sig'inasizlarmi? Siz o'z so'zingizni o'tkazib, bizni ma'budlarimizni behuda haqorat qilyapsiz. Bu gaplar mening so'zlarim emas axir. Men Allohning so'zlarini sizlarga yetkazish uchun yuborilgan bir elchiman xolos. Bu muqaddas kitob osmondan tushgan. U mening ajdodim Ibrohim payg'ambarga nozil qilingan. Men uning dinining izdoshi va uning kitobini muqaddas deb bilaman. Sizni muqaddas bu kitobingizda bizni ma'budlarni haqorat qilish ham yozilgan. Haqorat qilganim yo'q. Savol beryapman. Javob bilsangiz, bunga javob bering. Bilmasangiz so'zlarimni to'g'ri qabul qiling. Xo'sh, masalan, sizdan so'rasam, mana o'sha Ishtar ma'budi haykali sizni yaratganmi? Yo uni siz yaratganmisiz? Sizni Ishtar boshqaradimi yoki siz Ishtarnimi? Agar Ishtar bir jonsiz tosh bo'lsa, u farzandimizni qanday qilib davolaydi, ayting. U rost aytayapti. Biz uni guvohi bo'ldik. Uning farzandi Ishtardan shifo topdi, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Sizning ohu nolalaringizni barcha narsalarni bilguvchi, eshitguvchi Alloh farzandingizga shifo berdi. Ishtar emas-ku. Garchi sizlar shifoni o'z xudolaringdan so'rab, ulardan yordam so'rasangiz ham, ammo yuqoridagi Alloh o'zining barcha bandalari ahvolidan boxabardir. Ishtarni ko'zlaringiz bilan ko'ra olasiz, rost. Biroq haqiqiy shifo bergan zotni ko'ra olmaysiz.
Demak, Yoqubning so'zlaridan xulosa qiladigan bo'lsak, biz o'z ma'budlarimizni esdan chiqarib, Allohga ibodat qilishimiz kerak. Gapim to'g'rimi? Xo'sh, sen aytgan Alloh bizga nima yaxshilik qilibdiki, biz unga ibodat qilaylik. Men sizga barcha narsalardan ustun turuvchi Allohga ibodat qilishingizni taklif qilyapman. Ma'budingiz Allohdan balandroq ekanini qayerdan Siz va bilasiz? sizning xudongiz manfaatlaringizdan kelib chiqmaganligini qayerdan bilamiz? Xuddi biz ishlarga ibodat qilganimiz-u, kohillarimizdan yordam so'raganimiz singari. Hammangiz bilasiz. Men shu lobonda ishlaydigan oddiy qo'ychivonman. O'zimning hech vaqom yo'q. Men shu gaplarim evaziga sizdan biror narsa so'raganmanmi? Agar bizni aldashga harakat qilayotgan bo'lsangiz-chi? Siz hech qanday kuchga ham ega emassiz. Bizning kohillardan yaxshiroq ham emassiz. Hammangiz bir narsani o'ylaysiz. Biror taxtga o'tirib qolsangiz bormi? Faqat o'z foydangizni ko'zlaysiz va o'z xazinangiz haqida qayg'urasiz. Balki haqqingiz bordir bunday deyishga. Siz yagona betob farzandingizni yo'qotdingiz va uni saqlab qolishga hech kimning kuchi yetmadi. Bunda na jodugar Ster va na bu ibodatxonangizning ma'budi Ishtar yordam bera oldi. Ma'budingizga nega ibodat qilishingizni tushunsa Men bo'ladi. ma'bud ishlarga qarshi hech narsa demadim. Mening barcha gaplarim sizga va sizning ko'rinmas xudongizga qaratilgan edi. Bizni tosh ma'budlarimiz soni yetarli. Biz boshqa xudolarni tan olmaymiz. Ibodatxona ma'murlari kelishmoqda. Ana, kelishmoqda. Yetdik, tezroq. Yugur, Faris. Bu tarafga ketdi. Bor orqasidan. Bor uni topib hibsga ol. U hech narsa qilmadi. Uning gunohi yo'q. Shafqat qiling. Uning gunohi yo'q. Shafqat qiling. Shafqat qiling. Agar hokimimiz Lobonga kuyov bo'lmaganingda, seni qanday jazolashni o'zim bilardim. Men sizdan ham ibodatxonaning boshqa ma'muridan ham qo'rqmayman. U to'g'ri aytyapti. To'g'ri aytyapti. Tarqalinglar. Yoqubning safsatalarini tinglashni bas qiling. Bas qiling deyapman. Yoqubning so'zlari yurtimizga ochlik va qo'rg'oqchilik olib kelganini ko'rmayapsizlarmi? Nima, ko'zingiz ko'rmi? Ha, to'g'ri To'g'ri aytyapti. aytyapti. Ketdik. Ketdik bu yerdan. To'g'ri. Ketdik. Ketdik. To'g'ri. Ketdik. To'g'ri aytyapti. Ketdik. Bu ham bor ekan bizni boshimizda. Qayerdan keldi o'zi bu balo, hayronman. Agar yomg'ir yog'masa, butun hosillarimiz qovjirab tamom bo'ladi. Alloh bu yurtimizni yomg'ir bilan siylab, o'z marhamatini dariq tutmaydi deb umid qilaman. Dadajon, u yerda nima bo'lyapti? Bu faddon odamlarning juda qadimiy odati. Ishtarning dushmanlarini olovga tashlaydilar. Mana shu manjaniq yordamida. Uning gunohi nima? Uni kechiringlar. Yolvorib so'rayman. O'tinaman. Qo'yib yuboring. Meni aybim yo'q. Nima gunoh qildim axir? Menga biror narsa bo'lsa podani asra. Sen shu yerda kutib tur, men qaraychi nima bo'lyapti ekan. Qo'yib yuboring. Ey kohini oliy, meni deb gunohdan keching. Men noto'g'ri ish qilganim yo'q. Meni qo'yib yuboring. Bu hokimimiz Lobonning jiyani Yoqub. Yolvorib so'rayman, bizga shafqat qiling. Farizda gunoh yo'q. U jazoga loyiq. Yordam Xaloyiq, qilinglar. ishoninglar, U menda gunoh jazosini yo'q. olish kerak. U o'limga mahkum. Meni gunohim yo'q. Rahim qilinglar. Ishoninglar, meni aybsizman.
Rahim qilinglar. Meni gunohim yo'q. Ishoninglar, men aybsizman. Muttaham Fariz Ishtarning dushmanidir. U ma'budimiz Ishtarga qarata tosh otdi. Ma'budimizni noloyiq va kuchsiz deya atadi. Faddan shahrining qadimiy odatlariga ko'ra, buyuk ma'budimizni haqorat qilgan har qanday kishi shu manjanaq bilan olovga otilishga mahkum. Rahim qilinglar. Men noto'g'ri ish qilganim yo'q. Men o'z haqqimni talab qildim xolos. Yolvoraman. Rahim qilinglar. Menga rahim qiling. Bechora Fariz. Gunohim yo'q. Rahim qiling. Men gunohsizman. Gunohsiz. Shafqat qiling. Meni gunohim yo'q. Meni gunohim yo'q. Shafqat qiling. Iltimos, shafqat qilinglar. Kechiringlar uni. Kechiring men uchun. Hamshaharlarim, Shafqat iltimos, qiling. menga shafqat qiling. Shafqat qiling. Behuda faryod qilma. Yo joning omon qolishi uchun xun puli to'laysan yoki olovga tashlanasan. Iltimos, olovga tashlamang. Iltimos, meni gunohim yo'q. Shafqat qiling. Iltimos, Gunohsizman, shafqat qiling. olovga tashlamang. Uning xun puli qancha? Qancha to'lashim kerak? Sen to'laysanmi? Yo'q. Axir u dushmanimiz bo'lsa. Sen ma'budimiz Ishtarni dushmanisan. Avval o'zing uchun xun puli to'lashing kerak. Unda meni nega hibsga olmayapsizlar? Gunohkor insonni olovga tashlash yurtimizda eski odatligi yangilik emas. Namrud ham o'z odamlariga meni bobom Ibrohim alayhissalomni o'tga tashlashni buyurgan. Ozodlikda yurganingning yagona sababi bu hokimning xotirini qilganimizdir. Chunki sen uning nafaqat kuyovi, balki jiyanidirsan. Demak, kim hokimga yoki hukumatga yaqin bo'lsa, u bemalol ma'budni haqorat qilishi va hibsga olinmay yurishi mumkin. Shundaymi? Uni darhol hibsga oling va bobosi kabi olovga tashlang. Qo'lingizni tekkizmang. Qo'lingizni tekkizmang. Oling qo'lingizni. Hoy! Bu yerda nimalar bo'lyapti? Uni qo'yib yuboringlar. U ayblanayotgan kishini ham ozod qiling. Fariz jazosini olishi kerak. Agar Yoqub uning xun pulini to'lashga rozi bo'lgan bo'lsa, sen u odamni jazolashga haqqing bor. Ozod qila ko'rmang. Yoqub, Farizning ozod qilinishi uchun 500 dinar xun puli to'lashing kerak. Albatta, xotirjam bo'ling. U pulni to'layman. Alloh umringizni ziyoda qilsin. Men togaygacha sen biror xato qilmasligingni poylab, qo'riqlab yurishim kerak. Judayam minnatdormiz. Rahmat sizga. Nima qilyapsan? Katta rahmat sizga. Menga to'lagan xun pulini sizga to'liq qaytarish uchun qancha kerak bo'lsa shuncha muddat xizmatingizdaman. Ishlaringizni qilaman. Siz Farizning hayotini